Hürmetlik vatandaş, endi sizlarga hozir deganimizdek boshlaydigan ishkinchilikimiz adabiyotimizni qo'g'daydi. Shundaqla bugun uningga qo'shimcha mavzu adabiyotimizni qo'g'daydi va klassik adablarimizni qo'g'daydi. Hozirgi zamon va yangi zamon adablarimizni qo'g'daydi. Chunki bu adablarga to'g'ri baho berish hamma odamning qo'lidan kelmaydi. Hisoblayman qiyin gap bu. Bir adabga baho berish, lekin halqiliq masala biz tutib oladigan umumiy gavda nima? Buninki markaziy adabiyotga, adabiyot asarlaridagi markaziy deya nima deganda, bu kishilar nimaga vakillik qiladi degan nuqta turishimiz kerak vatandosh. Masalan, o'tganda birisi Alisher Navoiy ne dedi? Sopizmchi, tasavvufchi, xudogo'y, duogo'y shoiri dedi. Asosan nima dedik? Onun tafsili sözlüğümüz yok. Bugün hem yan tafsili sözleydiğin niyetimiz yok. Bununla Navoiy'nin, Alisher Navoi'nin özünün eserinden bir cümlesiz anlattırın vatandaş. Hem de tasavvuf degen ne? Bizden dini akabirlerimiz bir nime deyiş gerek. Bu doğru sözleydiği iş olsa bizden dini akabirlerimiz bir nime deyiş gerek. Biz onun hazır çişimiz patmaydı. Mesela alayla mədəməli Navoi'nin üzün kitabı, bana qaraman kitap, Məhbubul Qulub. Yani kalpler sevgisi degen mən dikildiken bu kadimki zaman Uygur tilidir, hazırki zaman Uygur tiliga. Məyədi Navoiy nime deydidən? Fevkuladlı xudperestlikning ikkinci xili yuqoridagi birinci xildan mi yamanroq ve bu guruhdan üzemçilrek ve tekabburroq ve bu xildagilar payg'ambarlik da'vosi qilib bema'ni safsatalarni vahiy bilan pardozlamoq bo'lishdi. Bu xoin kozoblikqa payg'ambarlar o'yidan rasvolik yetishib Duzakka yetip varmasdan köyüp yokaldı. Gördünüz mü? Tasavvuf, ya ki sopizm felsefesi, biz anlığımız boyunca sözlerimiz, biz o felsefede haberimiz yok. Toluk haberimiz yok. Meyedazır xudperestlik diye sözlerimizi, üzemçilik, men merkezcilik, mini merkez kılış, üzemli merkez kılış, küçük çıkan şahsiyetçilik del, Peygamberlik davası kılış, sopizm ve tasavvufçularının nişanı şu bulduğun bolsak, Alisher Navoiy bulanı tanqit qıptı klassik edebiyat. Bunundan 500 yıl burun tanqit qılıptı. Sen bugün demekçi, hazırki zamanda Navoiyni, Alisher Navoiyni, xudogo'y, duogo'y, yoki tasavvufchi, yoki sopizmchi demekçi ma. Bunun kılgan tarafı bizden dini akabirlerimiz cevap versin. Şair bolsun. Onun o töhmet karakterlik bahalarını verip hakaret kılıştan ornu yok. Doğru tahlil kılaylı. İkincisi, tünügülletin kurultayçılarının teşvikat bölümünden uyuşturulgan Uygur, hazırki zaman şairi Abdühaluk Uygur'un 125 yıllığı. Tevellütünün 125 yıllığını hatırlaştığına da sözdekiyle asas cihetin asaslığı merkezde kaldı. Abdühaluk Uygur Orta Asya ve etrafındaki memleketlerini kezip Suudi ticaret kılganda şu caylarda cedidizmden tesiri güçürgen hakaretli man efendim Abdühaluk Uygur'un şiirlerdi mi ve yakının teşhidi şiirinin sırtıdaki qaysi bir gap sözlerdi o yoki o'zi yezib qoldirgan qandaqdir bir xotirladimi? Hech qachon Abdühaluk Uygur jadidizmchi bo'lgan emas. Men jadidizmchi degan emas. Siz onun qo'shib qo'ymang. Jadidizmchi deganimiz 20-asrning 10-20 yillarda. Masalan, Osmonli imperatorligi halokatga yuzlangan davrlarda o'tirg'i chiqqan niqablangan yoki jadidizm yangilik yaratish nomida turkchilikni, pan-turkizmni, pan-islamizmni niqablagan yoki shuni siyosiy maslak qilgan bir izm.
Abdüxalıq Uyğur bilan hech qanday alaqasi yo'q. Abdüxalıq Uyg'urning millatchiligi, Abdüxalıq Uyg'urning vatanparvarligi, Abdüxalıq Uyg'urning she'riyat ijodiyati hukmronlik qilayotgan dunyoqarash jadidizm bilan hech qanday rol yo'q. Balki yo'q deganim bo'lmadi. Sening gapingga men ma'qul deb qo'ying, lekin u jadidizmcha emas. Jadidizmning mazmuni turkchilik, pan-turkizm, pan-islomizmni maqsad qilgan jadidizm. Undaq emas bo'lsa, sen tadqiq qilib meni rad qilsang bu. Shunga qarab turib, bundaq yozuvchilarimiz, shoirlarimizga uning yo'q sifatida tengib o'ltirib, birlashishning hech qanday zaruriyati yo'q afandilar. Bilamda, birlashishning hech qanday zaruriyati yo'q. Men o'tgan bir qatim dedim, Mustafa Kemal 1920-yilda 25-yilgacha turkchilikka qarshi, pan-turkizm qarshi, pan-islomizmga qarshi va Kemalizm ro'yini yaratgan buyuk siyosiy arbab. Buyuk siyosiy arbab deb aytdim men. Tandishim shundaq dedim, men yana shu o'zimni ko'z qarash turman, balki mush ko'z qarash bilan sen bilan har qanday munozirani qilishim mumkin. Mustafa Kemal hatta Angliyalik buyuk tarixshunos Toynbee'ning tarix tadqiqoti degan kitobida shundaq deyildiki, Türkiye'de Mustafa Kemal G'arbning ideyasini o'rganishni jamiyatga tarqatalmadi. To'sqinlik ushtirdi, cheklashga ushtirdi. Iloji yo'q, u ikkinchi bir yo'lni chora qilib topdi. Ya'ni armiya ichida. G'arblashish ideyasini, g'arblashish yoki usul chorasini armiya ichida kengaytib, yoshlarga armiya ichida harbiy kuch yoki diktator bo'ladi. O diktatör degan bastırış o'qilish emas. O diktatör armiyaning tuzumi qattiq bo'ladi o. Armiyaning tuzumi qattiq bo'ladi. Diktatör boshqa shaklda bo'ladi. Shu armiyaning qattiq tuzumi sharoitida armiyaga tarbiya berish bilan oxiri Turkiyada yosh jumhuriyatni qurib chiqqan Mustafa Kemalizmning ro'yi g'arblashish ro'yidir. Bugün biz Uyg'urlar qilayotgan hozirgi kunda biz nazariy va sistema qilib, onu tuzgulab yoki sistemaga aylantirib o'tirganib chiqanmidik. Bizga bunday sharoit yo'q. Har qanday bir Uyg'urga bunday sharoit yo'q. Buni qila olmadik. Bugün Uyg'urlarning hozirgi kunda 21-asrda o'zligi, kimligi, o'zini izlash va o'zini izlab topib olish. Devlet kuruşlu Xudo nisip kılsa bu millet Uygur'a, bu devlet Amerikacha demokratizm, Amerikacha asasa kanun, Türkiye'de Kemalizm ro'yi, yani g'arblashish. Kemalizm ro'yi g'arblashish. Mush ruh bo'yicha devlet kurdu Uygurlar. Sizlar yaman yo'lga yaman kechikib kirib qolsizlar, 20-asrdagi bu ishlarni men buning ichida uning ilmiy qimmatini emas, tarixiy qimmatini emas, uning bilan mening aloqatim yo'q. Kerak bo'lganda uni misol keltirishim mumkin. Mening uning bilan aloqatim yo'q. Siyosiy ideya nima? Siyosiy ideya nima? Siyosiy maslak nima? Gap mana shu yerda. Kechiringlar vatandoshlar. Endi bugun bizga sizlarga adabiyot so'zlaydigan leksiyamiz bunday qiladi vatandoshlar. O'tgan nima dedik? Adabiy asarni tahlil qilish, baholashning birinchi savol yozuvchining tarjima holi, yozuvchining sarguzashtlari bilan u yozgan asarni birlashtirib tahlil qilish. Analiz qilish bu to'g'ridagi nazariyani sizlarga topshirib oldik. Endi shuni davomi bundaq anglaysizlar. Endi deydi, yozuvchiga kelsak deb boshlaymiz bugungi leksiyamizni vatandosh. Endi deydi. Masalan, Lev Tolstoy, Rossiyalik tanliq yozuvchi, o'zimni yozaman dedi, o'zimni ifodalayman dedi. Yangi adabiy tanqidchilar buningmi javob tayyorlab qo'ydi. Oldi bilan ular mundaq hisobladi. Yangi adabiy tanqidchilar Amerikadagi adabiyot iqlimi ular mundaq hisobladi. Yozuvchining sarguzashtlari qayta takrorlanmaydi.
tezkire yazgıçılığı yoki tarixshunoslar saqlang'ili bo'lmaydigan darajada paketdan ayrilib qoladi. Mayli tarixchilar bo'lsin, paketga yetishilmaydi. Hammani umumlashtirib ketolmaydi. Umumiy paketga erishilmaydi. Mayli tezkirchilar bo'lsin, o'xshashlar umumiy paketga erishilmaydi. Talab qilingan doiradagi paketga umumiy jihatdan erishilmaydi. Qisman holda erishadi davatida. Ayrilib qoladi. Yazgıcı şairlar özünün tercüme halini yazganda hem özünü güzelleştiriş hayişi berildi. Bize ötken bir katı bizden şairlerimiz, yazgıcılarımız özü tercüman yazgan, anıs hikaye etip durgan, anıs köçeksizlep durgan, şunun tesiri bilen balis şair olgan, balis yazgıcı olgan, muşunda tercümanlarını yazıp geldi o. Hani az bir şeyde şundak değilipti. Üzünü güzelleştirdi. Tercüme hal yeziş arqılı üzünü güzelleştirdi. Bazı sergüzeşlerini köngülde çonkur saklaydı. Yani tahi aşkarlamaydı. Yana ilgilep gep qalaylar. Yazgıcı emeli hatırlaydigan cüretlik bolsun mu? Fakat paketni yazıp koyuş bilenler edebi eser yazıp çıkanmaydı. Paket bu başka eser. Edebi eser emez. Edebi eser tokulma, mübalağa, yani başka vasıtalar arkalık oturgu çıkıdığan eserdir. Yeni edebi tanışçılarının edebiyat özü yeterlik buluş dep tekrarlığını ve şunda körsetkende edebiyat ile yarlık oturursa ki mahiyetlik okşamasını göstergendir. Yeni edebi tanışçılar şunu çok önemli ki icadiyet ceryanı ve baykaş ceryanı bulup kelgen. Yeni edebi tanışçılar şunu çok önemli ki icadiyet ceryanı bire izleniş ceryanı ve baykaş ceryanında tekrarlanıp geçirenler vatandaşım ben hata sözlep kaldım mı da endikip kaldım. Yazıcının bedi məqsidi bilen bedi eserinin yetmekçi bolgan bedi məqsidi farklık buluş, muqarar buluplu kalmasın belki devamlı put tipşidiğen iş çıkıp kalıdı. Yazıcının bedi məqsidi ne be? Saniyeden başlaş, saniyede ahırlaştırış, ceriyallaştırış. Eserinin konkret mezmunu ne be? Eserinin bedi məqsidi özelliği. Eserinin konkret mezmunu ne be? Belki bazıda edipnin bedi məqsidi muvaffaq gelişi mümkün. Belki bazıda edipnin bedi məqsidi bilen eserinin konkret məqsidi oturursa da tipşiş. Birbirini çekiş hadisi yüz bilişi mümkün değil. Mesela taat mundak degen idi. Yeni edebi tanqıçılar Goroy Neziriyçisi'nin birisi taat mundak degen idi. Yezip eserini püttürüştüm burun. Sen şeyle doğrusudur ki her kandak hiyallarını bilmeydim. Ben şeyle doğrusudur ki her kandak hiyallarını bilmeydim değil. Yani bir edebi tanqıçı oğlun mundak hesaplaydı. Şairinin birinciden, yaki şairinin birden bir garizi, yaki bizden tilimizde şairinin birden bir bedi məqsidi bir part şiir yazış. Bu şairinin nemi yazışı kelsek, bu şiir yazıp tamamlanıp bolğuça şairin nemi yazıp atqanlığını taza uçuk düşenmeydi. Gördünüz mü? Şimdi şair bir part şiir yazmak bedi məqsad kılıp aldı koydu. Kalemle kolu aldı baydı. O yazıp tamamlap bolğuça nemi yazıp atqanlığını metta. Bu eserinin konkret mezmunun nemi kelligini düşenmeydi dedi o vatandaş. Şuna dedi o. Biz sizlerge misal keltirip memnunlar. Alexander Sergeyevich Pushkin, Yevgeniy Onegin şehri romanında Tatyana obrazını yaratkanda mışındak kısmetke duçar bolğan idi dedik. Onun neziriyesi mana mayada çıkardı. Şiirin yazışı başlaydı. Onun ahırga konkret mezmunun nemi ekenligiga bedi məqsədni koygan yazgıcı yoki şair taza kafalet kılanmaydı dedi. Yazgıcını ve onun tercümanını tetkik kılış karıştırdıgan
Vitmos, nazariyeci Vitmos mundaq deydi. Bu kişi asli edebiyat sanat nazariya sahasida har qanday kishilar murassallashmaydigan kishi. U mundaq ko'rsat. Agar yozuvchi badiiy maqsadni unumli ishga oshirgan bo'lsa, kishilarning boshqa yerga berib, zihin sarf qilishdan zaruriyati yo'q. Endi bu yerda gumon nereden kelyapti? Yozuvchi badiiy maqsadi ma'vo idi deydi. Agar o yüzden badiiy maqsadni yeterlik, muvaffaqiyatli yeza olgan bo'lsa, ya Allah, mening turmushim ekan va berishdan zaruriyati yo'q. Boshqa ko'rib izlab o'tirishdan zaruriyati yo'q. Badiiy maqsad bilan asarning natijasini moslashtira olgan bo'lsa, shu asarni o'qisala hammani bilib oladi. Muvaffaqiyatli chiqqan asarni o'qisala hammani bilib oladi. Masalan, yozuvchi g'arazini yoki badiiy maqsadini bu asarda ishga oshira olmagan bo'lsa, badiiy maqsadni planni oldiga qo'yib, uni yezib, maqsadni ishga oshira olmagan bo'lsa, g'araz yoki badiiy maqsad asarning sirtida qolgan bo'lsa, badiiy asar bilan hech qanday aloqasi bo'lmasa, yozuvchining g'arazini tadqiq qilish mavzudan ming yo'llab yiroqlikda qolgan bo'ladi. Eğer gapken, bu yerda bu eğer gap nima desangiz, yozuvchi qo'yilayotgan, shoir o'qiyotgan eğer talab. G'araz nima dedik? Badiiy maqsad dedik. Badiiy maqsadni ishga oshirish uchun sen nima qilishing kerak degan masalada mushu abzasda yozuvchi shoirga yangi adabiy tanqishda egri vazifa qo'yayotdi vatandosh. Bundan boshqa adabiy asar bilan odatdagi so'z jumla hargiz o'xshash bo'lmaydi. Keyingisi yoki so'z jumlalar yozuvchining g'arazini so'zlab beribla g'alaba qila oladi. Yozuvchining g'arazini aytib beribla bo'ldi qila oladi. Lekin adabiy yoritish ijod jarayoni hisoblanmaydi. So'z bo'yicha qilsa adabiy yoritish va ijod jarayoni bo'lib hisoblanmaydi. Avvalgi adabiyot bo'lsa, keyingisi avvalgi adabiyot bo'lsa bu murakkab bo'ladi. Yozuvchining g'arazi talto'kis ado qilib ketilmaydi. Bu yerda hozir mushavish kelgan bu orliqda bu nazariyachilarning fikri nima desangiz, yozuvchi badiiy maqsadini o'zining planini o'tirib qo'ydi, ishni boshladi. Oxiri chiqqan xulosa adabiyotning konkret iddiasi, agar konkret asarning konkret iddiasi hech qachon bu yozuvchining plani mundavosiga muvofiq kelmaydi yoki unumli yoritilmaydi deydi. Bundaqda bu vazif eg'ir bo'lgani sirtida oxiri nima? Badiiy asardagi voqelik deymiz, lekin ziddiyatlik voqelikni yozuvchining kontrol qilishi va yozuvchining o'z ixtiyoriga qo'yib etishi degan masalaga berib ketildi vatandosh bu. Lekin shuning yana yozuvchi buning huddisidan chiqolmaydi desa, bu vazifaga eg'ir vazifa vatandosh. Adabiy asarning qiziqtirishi nurg'unlagan yozuvchilar to'nib yetolmaydigan va boshqa o'ylamayla qolmasdan ba'zilar hatto yozuvchining asli maqsadiga xiloflik qiladi. Masalan, yozuvchining, shoirning ijodiyat g'araziga mos keladigan narsa, ma'nolarni qabul qilib, boshqa tushuntirishlarni degida qabul qilmaydi. Kishilarning badiiy asarni tushunishi va u asardan zavqlanishi tor doiraga kirib qo'yib, badiiy asar mazmunining ko'p xilligiga va ma'no qatlamlariga zarar yetkazadi. Bu yerda hozir gap g'araz bilan, yozuvchining g'arazi bilan uni muvaffaqiyatli yoritish, yoritolmaslik o'ttirsa ketyapti vatandosh. Yozuvchining g'arazi bilan badiiy asarning konkret iddiyasi o'ttirsa dedi. Oxir nima chiqadi? Tepishadigan hodisalar mavjud o'ttirib chiqadi. Endi biz sizlarga yaqinda qo'limizga tushgan mundaq bir she'rni mushadi misol qilib sizlar bilan birga tahlil qilib boqamiz vatandosh. Bu she'rning ichidan bir necha misrani tarqitib etdim.
Çünkü onun sebebi şu ki hazırkı zamanda söz görerek bulup ketkenlik üçün taşıp ettim vatandaş. İkincisi bu şiirinin Abdur'un ismini sizge etip yürümeyim. Üçüncüsü bu şiirinin yanı başka tarafları var hesapta. Bu taraflarını sizlerge sözlep oturmayım. Taşıp etken Mısır şuyada kaldı, siz onu anlap bakın. Endi bunu hazır, yok oradaki bedi garaz, bedi maksat, eserinin konkret iddisi, yazgıça koygan talep, konkret eseri koygan talep, ikisi tabialı birbirine mas gelmeydi. Diyen mesele bugünkü sözlerimiz hazır vatandaş. Sanala rast yığılap bir el iken ben. Rast iken sanala tük berge yaş. Sanala rast külüp bir el iken ben. Senla ikensen mana aziz koldaş. Korkmay kucaklaydı iken ben birlisini. Pontan iken közümdeki her bir bulduklaş. Erkilep bir el ediken ben birli sana. Suğa erkilegendek tabi iki kaş. Yatalaydıken ben senin bağrındala. Sella ikensen ahırkı mundaş. Sanala taalluk iken turgan bütünüm. Ötkünçü iken emme kalem kaş. Manala hatır cemlek iken esretlerin mu? Turalaydı iken ben sen bulgat yaş. Natunoş menzillerde demlik ayacan. Uzak keşmişlerimdi mehhum tenri kaş. Telmirgen rengdar bulut opukta gayip. Dikkat et vatandaş. Telmirgen rengdar bulut opukta gayip. Kol el işlada teysiz tenri kaş. Külüp vermegen külkem sanala bolsun. Sanalı bolsun tökülmegen yaş. Ölüp ketgüdekmen sersanı ruh bilen acep. Aziz iken şükeyyede taş. Hazır bunun mazmunu siz düşünüp buldunuz vatandaşım. Vatanperverlik. Yukarıki yeni tenkit obzorçularının sözünü seliştirip tahlil kılayılsak bu herkes bir yagi kemmeydi o. Hazır onun düşmeydi. Endi bizden bu eser doğrusudur ki üzümüzün köz karışı bu işi sözde pakaylı bir yerde. Üzümüzün köz karışı digendi vatandaş. Bu Amerika cemiyeti, yaşavatımız, bu erkin cemiyet, erkin dünya bu. Mesela dünyanın her kandak bir yerde devlet hukuku, şu millet, şu üzünün kolu boğan her kandak devlette. Erkin devlet hep eçişki bunu da. Rusya'da çünkü başka. Çünkü bunlar müstebbitlik kesip kılıvagan, udum kılıvagan devletler. Yani erkin devlet yaşavatkan adamlarla fikir kılıç sonu bilen müstebbit, hükmürallık kılıvatkan cemiyet yaşavatkan adamlarla fikirde okşaş bulmaydı. Hatta şu cemiyette her günü şu cemiyetli kontrol kılıp durduğun söz ibarılar oturusunu fark buldu. Mesela bugün Uyguristan'da yatkay yerin cennet bolgay diyemey. Onu Uygurlar yatkay yerin güzel bolsun. Disimu hatalışı cennet güzel. Bu iki söz işte hatalışı Xitay milli diktatörüsünden zulmün sistemi aslında yaşavatkan Uygur cemiyeti okşaş bulmaydı. Şimdi biz bugün bu şairimizde Uygur'un şairini kaysi cemiyet koyumuz vatandaş, Amerika'sı cemiyet muhiti durup tahlil kılırız mı? Ve yaki köpçeket şundak tahlil kılırız mı vatandaş? Endikileyle kıratırına eserini garaz bilen, yazgıcının garizı bilen, düşendirişke karşı turupla kalmay, yeni edebi tenkişçiler şairinin garizı bu ise esergi baha beriş kimi karıştırdı. Şairinin garizı nimiti eserini şundak bahalayımız. Yazgıcının garizı nimiti bedi eserini şundak bahalayımız. Edebi tenkişçiler bunun hem karıştırdı.
Ular mundaq ko'rsatishdi. G'araz bilan asarning qimmati o'xshash darajalik bo'lmaydi. Shunglashqa yozuvchi o'zining g'arizini, badiiy maqsadini muvaffaqiyatli ishga oshirdi-mu degan asarni baholashning o'lchimi bo'lolmaydi. Bu gap asarni baholashning o'lchimi bo'lolmaydi. Yozuvchi g'arizini asarda muvaffaqiyatli ishga oshirgandimi, buni uning darajadan tashqari mahorati deyishga bo'ladiki, uning asardagi g'ariziga kelsak, qimmatsiz bir narsa bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Bu yerda 3 narsa yozuvchi va uning badiiy qimmatini, badiiy g'arizi, badiiy maqsadi asarni konkret iddisi. Bir yerdan chiqolmaydi da'vatida vatandosh. Shunga sen azaldan an'anaviy usulda asar tahlil qilganda, asar tadqiq qilganda yozuvchi va uning tarjimonini qo'shib tahlil qilishni adabiyotga, adabiy asarlarga muomala qilma deydi. Muomala qilma deydi. Yangi adabiy tanqidchilar guruhi yozuvchilarni tadqiq qilish bayonlarida fikrni bir xulosaga qaratdi. Yozuvchining hayot ko'chirmishlari, ijodiyat g'arizi ve badiiy asarning mazmuni ve badiiy asarning qimmati o'rtasida muqarrar bog'lanish yo'q. Ko'rdingizmi xulosani? Badiiy asarning qimmati, badiiy g'araz, yozuvchining badiiy g'arizi ve badiiy asarning mazmuni. Bu üçü o'rtasida muqarrar bog'lanish bo'lmaydi deydi. Adabiy tanqidning ularni tushunishi mumkin emas. Ve shunday tushunishning zaruriyati yo'q. Üzüple taşlaptık o vatandaş bazı biz yoki shaxsan mening ko'z qarashimga toza muxolif kelyapti bu adabiy tanqidchilarning shunlashqima yuqorqi she'rni tahlil qilishni bu nazariyni ichiga qo'ymay qanaqa qildim hozir? Men qasida shakliga oldim bu Uyg'urlarni. Uyg'urlardagi qasida shakli bu ish tahlil qilish kerak dedim. Men hozir chiqarib beraman vatandash bo'lsa. Yuqorqi she'r, qarang. Men endi qasida shaklida muomala qilaman buni o'zim. Yuqorqi she'r o'zini beg'ishlash ro'yi, tangraqash jarayoni ve o'zini tonish bilan vatanni tonishning birlashtirilishi ve oxirida qasam shakillik va'da berish, iqror qilish yoki o'zining kechirmishlarini iqror qilish ro'yi aks ettirilgan tashqari dunyoga va kimgadir birisiga savol qo'ygandek, hozirgacha zoriqib kutgandek, tilmirgan rangdor bulut ufqda g'oyib bo'lgandek, shunglashqa o'zaro qo'l elishishlarda tagsiz tangraqash holatida qolgandek. Ko'pchilik men bu misolni keltirishim, shaxsan mening bu misolni keltirishim lirika, ko'pchilik lirika. Men yuqorida ko'rsatgan yangi tanqidchilar guruhining asarining qimmati, mazmuni o'rtasida hech qanday bog'lanish yo'q degan ta'birga to'g'ri uygun kelmaydi. Ammo she'rda badiiy maqsad o'rniga qo'yilgan vatanparvarlik, yig'lab berish, kulib berish, sening hasratlaringning sening hasratlaring mening xotirjamligim. Sen uchun notunush manzillarda bo'ldim. Damlik hayajonga cho'mdim. Murakkab ro'yi azob ve onun hasilati bo'lgan murakkab hissiyotning ichida o'zining borlig'ini, ro'yini vatanga beg'ishlash qasidi sifat, qasidi shakillik aksi ettirilgan she'rdir. Bunun içinde bir misrani alaylik. Telmirgen rengdar bulutla ufukta g'oyib.
Hürmetli şairem, Uygur şairi, siz telmürgen renklik bulutla opukta gayip emas. Belki şu dakikada sizin bosoğunuzda kelip kaldı. Siz bunu bayqayalmaysınız, hürmetli şairim. Bosoğunuzda kelip kaldı. Mesela fizikada, men fizika alimi yoki fizikadan xabari bor odam emas. Fizikada anvuji deydigan bir so'z bor ekan Xitoy tilida. Onu tercüme qilsangiz Uyg'ur tiliga yoshirin modda deb tercüme qilishga bo'ldi so'zma-so'z. Lekin fizika olimida qanday tercüme qilindi men buni bilmayman. Men hozir o'zimning tercümesi bu ish tercüme qildim. Xitoy tilidagi anvuji Uyg'ur tilidagi yoshirin modda. Yani bunu demekçi bo'lgani hozir tabiatda senin ko'zingga ko'rinmaydigan moddalar mavjud deydi. Bu yerda senin ko'zingga ko'rinmaydigan moddalar mavjud deganda bu nimaga boradi desangiz, fizika, tabiiy fan olimi sohasidagi zamon makon nazariyasiga boradi. Zaman makon nazariyasi ham falsafaning tadqiqot obyekti, ham fizikaning tadqiqot obyekti. Bu yerda hozir makon o o'zi bilan bir ölçemlik, makana münasebetlik zaman 3 ölçemlik. 3 ölçemlik, yukarılık, tüvellik, kengiyiş. Hazır 3 ölçemlik zaman makan nazariyesi. 3 ölçemlik zaman makan nazariyesi. Yani bir Japoniyalik bir ayal hanım şundak yazdı. Kelgüsede zaman makan nazariyesi 3 ölçemlikten atlap çıkıp 4 ölçemlik, 5 ölçemlik neredeyse verip yetişi mümkün. Muş vakti yetkende anvuci, yani közge görünmeydiğin maddeler senin közünge görünüşü mümkündür. Şuna ben naiti çoğun tedkikat noktayı nezirden vatandaşım, şairimden biz telmürgen rendar bulutla opukta gayip degen sözüge ben şundak cevap vermem ki anvuci. Xitaycha yoshirin model bosoğanğa kelip bol. Mening deginim vaziyat bosoğanğa kelip boldi dostlar. Sen ko'rolmaysan buni. Bugun hozir Beijingdagi xabarni yetkazdik. Beijingning sirtida qurolliq elish yuz berdi. Rost bo'lsin, yolg'on bo'lsin. Bu Beijing tarafdan Jungodan kelayotgan vaziyat. Biz tarafdan Amerikadan bardigan vaziyat, G'arb dunyosidan bardigan vaziyat, Prezident Donald Trumpning diplomatik siyosat, tashqi siyosatidan bardigan vaziyatni vatan ishida hech kim ko'rolmaydi, hech kim bilmaydi. Shunga men buni tahlil qilganda yoshirin modda va uning oshkorlash davriga qo'shib turib tahlil qilyapman vatandoshlar. Rangdor bulut g'oyib emas. Rangdor bulut hozir va hoziran. Sizning bosog'ingizda turibdi vatandoshim. Uyg'urning shoiri, shoirim, vaziyat sizning bosog'ingizda turibdi. Ondan keyin boshqa selishtirishlar nima deymiz? Masalan, o'zining kashmishlarni elib, aytdimki, tingri qolib qoldim deydi. O'zining kashmishlarni elib, hatto ranglik bulut opuqda g'oyib bo'lganligi uchun ya so'zi yo'q, ya salami yo'q, ya gipi yo'q, ya oshkori shakli yo'q. Tamam, opuqda tamam bo'lganligi uchun biz o'zaro ko'rishganda bir-birimizni tushunadigan do'stlar qo'l elib ko'rishganda qo'l elishlarda tagsiz tingriqosh deydi. Demak, har birimiz bir-birimizga ko'zimiz bilan savol qo'yib qani bizning anglagan gaplarimiz, qani bizning kutgan rangdor bulutlarimiz, qani bizning zoriqqanlarimiz, qani vaqt davatimiz, lekin biz o'zaro qo'l elishganda shu sababli tagsiz tingriqoshlar holatiga tushib qoldik. Men bu nima uchun qasida dedim? Illiq nazariyalar to'g'ri kelmaganligi uchun emas. Bu yerda beg'ishlash ro'yi bor. Tushundi, anqirdi, o'yg'ondi. Vatanning nima ekanligini bildi. Oxiri seni quchoqlaydi ekanman, seningda kulalaydi ekanman, seningda yig'layolaydi ekanman. Vatan tosh qayerga tushgan bo'lsa, toshmi hatto o'zining vatanida o'zining tushgan yerda aziz ekan. Men buni to'nib yetdim. Men bugun borlig'imni qasida shaklida vatan sana beg'ishildim.
deydi şairinin vatanperverligi muşunda urg'ab chiqadi. Biz onu madilgani bunu ro'y dunyosidagi qismatlarni, ya'ni murakkabliklarni boshda aytgandak, o murakkablikning hissiyot qatlamidik murakkablik. Oxiri bu she'rni mavzusini aytmayman dedim, mavzusini aytmayman. Bu she'rni sizdan bizdan oldimizga tashlabdi vatandosh. Ben nima dedim? Rangdar bulut talmirib turun, rangdar bulut bosuğunuzda kelip kaldı. Eğer zaman makan nazirisi özgürlük yüz verip, 3 ölçemlik zaman makan nazirisi, 4 ölçemlik zaman makan nazirisi, 5 ölçemlik zaman makan nazirisi çıkkanda adamla 60 grad boşlukta uçup yürüydiğin iş buladı gebeten. Bugün yanağlap kaldım. Ay metelike yanından keşif kılınan akli, suni akılının özü. Tövgün adamlarının orduğu yutup, adamlarının küll palidini öddigaldı üzüge ele aladı deydi. Ben bu penüyle taza alakam yok. Bugün şiirini tahlil kılıç doğru kip kaldı vatandaşım. Şunda tahlil kıldım. Şunda düşünümüz. Bugün ben yukarıda eğitkan mavzusu yok, apturu yok. Var, lakin ben aytmayman, şu şiirinin özünü tahlil kıldım bu kaside. Kiçik hacimlik vatanga beg'ishlangan, özünün ro'yini, özünün barlığını vatanga beg'ishlangan kaside.